man da'a al-asabiyya laysa minna. Laysa minna man da'a al-asabiyya. Tojik deydi, qozoq deydi, qirg'iz deydi, u deydi, bu deydi. Odam ajratish bo'ladi. Shu yerda bor, birodarlar. Shu yerda turgan insonlarimiz ichida shunaqa insonlar bo'ladi. Tojikdan qiz olmaydi yoki tojikga qiz bermaslik kerak yoki mana uni farosati past, bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asabiyani, millatchilikni talab qilgan bizdan emas degan. Tushundingizmi? Salmon Farsi fors dedi. Lekin sahoba edi. Qani Turkdan sahoba chiqdimi? Chiqdimi Turkdan? Forslar hozirgi tojiklar. Ular kerilib yursin tojiklar. Bizlardan sahoba chiqqan desin. Sahoba chiqqan, Salmon Farsi forslik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldagi haqni izlab borgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Mana bundan bo'lgan insonlar degan Salmon Farsi aytib. Agarki iymon Surayyo yulduzida bo'lsa ham bular topib boradi. Ular o'sha iymonga erishadi degan. Salmon Farsiga berilgan bu va'da. Boshqa sahobalar ham bor edi shu yerda. Arab, ajam bo'lgan boshqa sahobalar boshqa joydan kelganlar, yo'q, ularga va'da berilmadi. Salmon Farsiga berildi. Millatchilik talab qilinmaydi, millatchilik qilinmaydi, birodarlar. Otang, onang bir bo'lsa, nasling, asling bir bo'lsa, nima millatchilik qilasan?